все внимание Uzbekistan президента Узбекистана Stranadelom Batadov Tashkent International Investment. Toshkent shahrida 5-yil araliq O Fórum de Investimento de Tashkent, no Uzbequistão, Poytaxtimiz mezbonlik qilgan tadbirda investorlar xorijiy jurnalistlarga bir tarafdan qiyin bo'ldi. Ayniqsa issiq o'lkalardan kelganlarda olov hissiyotlarning dozasi oshib ketdi. Negaki, yangi O'zbekistonning dunyoga qaynoq imkoniyatlar, otash imtiyozlarda ochilgani hamkorlarimiz ichiga o't yoqib yubordi. O'sha kunlari yoz jaziramasi siylagan yomg'ir Toshkentni faqat jozibador ko'rsatmadi. Ongni shoshirib qo'ygan qovurlarni da bostirdi. Chunki aql odamlari hissiyot jurnalistiga aylansa, yozish qiyin bo'ladi. Xalqaro forum doirasida juda katta global auditoriyaga ega bo'lgan Euronews'ning ko'rib turibsiz, mana kichkinagina studiyasi paydo bo'lgan. Ular mana shu joyni o'zidan to'g'ri dunyoga qaynoq issiq reportajlarni uzatib borishyapti. Toshkent xalqaro investitsiya forumiga dunyoning 41 davlatidan 200 dan ziyod ommaviy axborot vositalari vakillarining kelishi tasodif emas. Jahon jurnalistlari o'z ko'zlari bilan ko'rishdi, tayyor ssenariyga aylanadigan mavzular ko'pligini. Yana bir muhim jihat, dunyo yalpi ichki mahsulotining 38% kapitali qo'lida bo'lgan eng yirik moliyaviy guruhlar va korporatsiyalar BlackRock, JP Morgan, Airbus, Meta, Visa kabi global gigantlar qatnashgan maydon har qanday ommaviy axborot uchun katta voqea. Davlatimiz rahbari trillionerlarni magnitdek tortadigan Toshkentning yangi moliyaviy markaziga aylanish maqsadini e'lon qildi. Ha, bu chindan da shedevr. Ingliz huquqi asosida ishlaydigan erkin kapital harakatiga ega, soliq va bojxona yukidan ozod xalqaro moliya markazi g'oyasini jurnalistlar dunyoga ovoza qilishyapti mana endi. Ha, bular uyg'ongan ishonchdan. Ba'zan tarixni milliardlar emas, ishonch o'zgartiradi. Bugun ana shunday ishonch markaziga aylangan shahar nomi Toshkent. Jahonning juda katta auditoriyasiga ega nomdor medialarning rahbarlarigacha Toshkentda bo'lgani global olov xabarlar to'lqini bizdan tarqalyapti degani. Masalan, 160 dan ortiq mamlakatga axborot uzatadigan Euronews Media Holding direktorlar kengashi raisining rivojlangan davlatlardagi muxbirlarni yig'ib kelishi forum tafsilotlarini dunyoning trend xabarlariga aylantirdi. E'tibor bering, sayyoramizning 70% davlati auditoriyasini qaratayotgan ushbu mega ovozlarning rahbari kabinetida o'tira olmagani, o'zi boshchiligida katta bir guruhga bosh-qosh bo'lgani bejizmas. Ular shov-shuvga arzirli voqealar Toshkentda yuz berishiga ishonishdi va shunday bo'ldi ham. It's always great to return to the Tashkent International Investment Forum. To'g'risi, Toshkent xalqaro investitsiya forumiga qaytish har doim juda yoqimli. Bu haqiqatan ham yil davomidagi kun tartibidagi eng muhim voqealardan biriga aylanib bormoqda. Xuddi Davos yoki Dubaydagi butun jahon hukumat sammiti kabi ko'plab yirik tadbirlar qatorida turadi. Bu O'zbekistonning yirik tadbiri bo'lsa-da, uning miqyosi mamlakat chegarasidan ancha kengayib bormoqda. U haqiqiy xalqaro platformaga aylanmoqda. Atrofimizdagi odamlarni, jalb qilinganlarni, tashrif buyurgan hukumat rahbarlari-yu vazirlarni ko'rib turibsiz. Bu tadbirning atiga 5 yil ichida shuncha ulkan natija berayotgani, ba'zan bu atiga 5-forum ekanini unutib qo'yyapmiz. Aql bovar qilmas holat. Shuningdek, buning odamlar hayotida qanday aks etayotgani, investitsiyalarning esa farovonlikka, farovonlikning esa odamlar uchun ish o'rinlariga aylanishi ham muhim. Ba'zida odamlar bu investitsiyalarni o'zlariga aloqasi yo'q, uzoq bir narsa deb o'ylashlari mumkin. Ayni damda qancha kelishuvlar tuzilayotganini, qancha muhim qarorlar qabul qilinayotganini tasavvur ham qila olmaysiz. Ko'plab xorijliklar uchun O'zbekistonda mas'ullar bilan uchrashish, mamlakatni rivojlantirish va shu taraqqiyot yo'lidan borish uchun O'zbekiston rahbariyati qilayotgan ishlarni tushunish juda muhim. Shunday ekan, bu yerda bo'lish men uchun katta sharaf. Men O'zbekistonga qaytib, islohotlar qanday amalga oshayotganini va odamlar hayoti kundan kunga yaxshilanib borayotganini qayta ko'rishdan doimo juda xursandman. Forum kunlari poytaxtning kongress markazlari, media maydonlarida shov-shuv ko'tarildi. Eng yirik nashrlar, xalqaro telekanallar va ekspertlar shu haqda haligacha maxsus dasturlar tayyorlayapti. Республика стала настоящим магнитом для иностранных инвестиций. По итогам 2025 года в стране освоили больше 43 миллиардов долларов зарубежных вложений. Очень много решений есть, которые фактически устанавливают суверенитет в области тяжелой промышленности, в области станкостроения, машиностроения, в части программного обеспечения для этого. Media mahsulotlarda Toshkent iqtisodiy diplomatiyaning yangi to'lqini sifatida baholanayotgani dunyo gigant kompaniyalari bilan hamkorligimizni hali karalab oshiradi degani.
Biz jozibador investitsion muhitimiz bilan xorijlik hamkasblarimizga maqtanmagandik. Bular o'z ko'zlari bilan ko'rgan haqiqatlari islohotlarimizni yozishyapti. Мы традиционно освещаем всегда работу Международного Ташкентского инвестиционного форума. Biz an'anaviy tarzda xalqaro Toshkent investitsiya forumining ishini doimiy yoritib boramiz. Bu yilgi yubiley forumidagi mana bu ko'rgazma nazarimda Yangi O'zbekistonning juda qiziqarli ramzi bo'libdi. Bu yerda biz Yangi O'zbekiston xaritasini, uning umumiy iqtisodiy salohiyatini va aynan shu salohiyatga yangicha qarashni ko'ryapmiz. Bu juda qiziqarli, uyg'unlik, ochig'i katta taassurot oldim. Bu yerda qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, og'ir metallurgiya, qazib olish sanoati kabi an'anaviy tarmoqlar ham, IT sohasi ham bor. Mana shu tarmoqlarning birikmasi menimcha O'zbekiston hozirda qaysi yo'nalishda harakatlanayotganini, qanchalik faol rivojlanayotganini juda yaqqol namoyon etmoqda. Bu rivojlanish haqiqatan ham juda shiddatli va buni hatto mana bu stendlardan ham ko'rish mumkin. Biz hozir qishloq xo'jaligi stendlari yonida turibmiz. Hatto shu kabi an'anaviy sohaga ham oddiy tomchilatib sug'orishdan tortib, yangi qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi, dronlarni joriy etish va hokazolar kabi innovatsiyalar faol tatbiq etilmoqda. Bu jarayon qanchalik qiziqarli va ko'lamdor ekanini tushunishingiz uchun aytishim mumkinki, biz bu yerda 3 soatdan beri ishlayapmiz va shu 3 soat davomida faqat qishloq xo'jaligi masalalarini muhokama qilyapmiz. Основной фокус нашего внимания это как раз показать, как меняется Узбекистан. Syujetimizning asosiy maqsadi bu aynan O'zbekistonning qanday o'zgarayotganini ko'rsatish. Ochiqni aytsam, shaxsan men yildan yilga hayratlanishdan to'xtamayapman. Chunki har safar O'zbekistonda yangi cho'qqini ko'rsatadigan biror yangilik topiladi. Shuning uchun ham aynan ushbu forumni yoritishda biz erishilgan yutuqlarni ko'rsatishga e'tibor qaratamiz va ana o'sha yangi maqsadlarga bir nazar tashlashga harakat qilamiz. Va albatta Rossiya va O'zbekiston bu maqsadlarga erishishda bir-biriga qanday foydali bo'lishi mumkinligi haqida ham aytib o'tamiz. Kecha global bozorni qidirgan O'zbekiston bugun moliyaviy tortishish markaziga aylanmoqda. Jahon mediasini ta'sirlantirgan jihatlar ko'p. Mamlakatimiz dunyo okeaniga chiqish imkoni bo'lmasa-da, iqtisodiyotga jonbaxsh islohotlar bilan quruqlikning imkonsizlik devorlarini eritib tashlagani rad etib bo'lmaydigan haqiqat. Dunyo yalpi ichki mahsulotining qariyb 38% kapitaliga egalik qilayotgan trillionlab dollar puli bor magnat kompaniyalar o'zlari qo'l cho'zib keldi Toshkentga. Bunday hamkorliklarga guvoh bo'lish avval biz haqimizda negativ yozganlar pozitsiyasini o'zgartirib yubordi. BBC ham islohotlarimizga xayrixoh mana. Xalqaro media korporatsiyasi BBC News'ning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori ta'sirlanmasa agar intervyu bermasdi. So it's really interesting for me to come to Tashkent and to see the level of international interest there is at the moment. Investorlar, hukumatlar, diplomatlar va jurnalistlar tomonidan O'zbekistonda yuz berayotgan voqealarga bo'layotgan yuqori darajadagi xalqaro qiziqishni ko'rish men uchun juda maroqli. BBCda ishlaydigan inson sifatida men uchun bu umumiy manzarani ko'rish va BBCning millionlab auditoriyasi bo'lgan mamlakatlarga qanday yetkazishimiz haqida o'ylash juda muhim. O'zbekistonda ayni paytda juda ko'p iqtisodiy faollik, katta sarmoyalar jalb qilinayotgani va mamlakat chindan ham biz butun dunyoda Yevropa, Amerika, Yaqin Sharq va boshqa joylarda muhokama qilayotgan yirik iqtisodiy strategik masalalarning markazida turganini his qildim. Strategik ahamiyatga ega foydali qazilmalar, sun'iy intellekt, ma'lumotlar markazlari, yashil energetika bu yerda amalga oshirilayotgan sarmoyalar haqiqiy xalqaro qiziqish va ahamiyatga molik. Ochig'i bu yerdagi ulkan maqsadlar ko'lami meni hayratga soldi. Men bu yerga BBCning mintaqaviy direktori sifatida Markaziy Osiyo haqida ko'proq yangiliklar, ko'proq ma'lumot va ko'proq e'tiborni Markaziy Osiyoning o'zida hamda butun dunyodagi auditoriyamizga ingliz tilida va BBC faoliyat yuritadigan barcha tillarda arabchadan xitoychagacha, ruschadan ispanchagacha yetkazish yo'llarini izlash uchun kelganman. O'zbekiston kapital, texnologiya, logistika va innovatsiyalar kesishadigan strategik hudud, imkoniyati karalab ochilayotgan moliyaviy markaz sifatida dunyo mediasining dolzarb xabarlari kun tartibidan tushmayapti. Demak, milliardlab dollarlik shartnomalarimiz faqat forum kunlaridagilar bo'lib qolmaydi. Real haqiqatlarni ro'y-rost ko'rsatayotgan xalqaro telekanallar, nashrlardan bilgan investorlar uchun yangi to'lqin, magnit qutbi endi O'zbekistonda. Masalan, 60 milliard dollar sarmoyasi bor obunachisi bo'lgan Fransiyaning The Investor nashri bor fokusini O'zbekistonga qaratgani bejiz emas. Pozitsiyasi juda xolis, sovuqqon bo'lgan jahon ommaviy axborot vositalarini hayratga solish, ta'sirlantirish juda qiyin masala. Lekin qo'limdagi mana bu jurnal ana shu hayratdan paydo bo'ldi. Fransiyaning The Investor deb nomlangan butun boshli jurnali Toshkentdagi xalqaro investitsiya forumiga bag'ishlandi.
Demak, biz islohotlarimiz bilan, xorijlik investorlarga ochiqlik siyosatimiz bilan ana shu hayratni uyg'ota oldik. We have published a publication that has been distributed in 48 countries to 165,000 investors, over $60 billion of investment opportunities. So, biz 48 ta mamlakatda 165 ming nafar investorga tarqatilgan nashrimizni chop etdik. Ularning umumiy sarmoyasi 60 milliard dollardan oshadi. Ya'ni ular shunchaki tasodifiy o'quvchilar emas, haqiqiy sarmoyadorlardir. Ular bu kabi bozorlarga kirishga chinakamiga qiziqishadi. Bizning vazifamiz esa ularga sarmoyaviy imkoniyatlarni, davlat strategiyasini, mamlakatdagi o'sish sur'atini yoritib berish va pirovardida ularni bu yerga olib kirishdir. Va nazarimda prezidentning nutqi juda ruhlantiruvchi, kuch-g'ayrat bag'ishlovchi chiqish bo'ldi. Bu nutqda sarmoyadorlar uchun aniq yo'l xaritasi va ko'p imkoniyatlar belgilab berildi. O'ylaymanki, bu investorlarni juda ruhlantirdi. Imkoniyatlar juda aniq ravshan yetkazildi. Hatto o'sha paytda viloyat hokimlarini o'rinlaridan turgizib topshiriq bergani menga yoqdi. Chunki nazarimda mamlakatning yuksalishi faqat Toshkent hisobiga bo'lmaydi. Hududiy rivojlanish ham bo'lishi kerak va menimcha bu to'g'ri yondashuv. Moving forward, we are also giving more attention to the regions on the next editions and work we continue to do with the government. Tez rivojlanayotgan yangi O'zbekistonning iqtisodiy dofaminlari moliyaviy rekordlarni yangilayotgani e'lon qilinishi odat bo'lib qolgan xalqaro ekspertlar e'tiroflari forumga qiziqishni oshirdi. Sensatsiyaga o'ch jurnalistlarning ko'pchiligini birinchi marta O'zbekistonga boshlab keldi. Tahlikali zamonda global moliyaviy bozorning silkinishlari kuchaydi. Xavf zamon dovulida ko'tarib, bir deganda qulatib yuborishidan investorlar yurak oldirib qo'yishyapti. Ishonchli tanlovlar orasida biz ham bormiz mana. Yoz ob rahmati qanchalik yoqimli bo'lsa, Toshkent forumidagi imkoniyatlar ham shunday huzur berdi hamkorlarimizga. Xalqaro ommaviy axborot imtiyozlar yomg'iri ostida qolgan ishbilarmonlarni o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Yana minglab qo'l siqishlarga ilhomlantiradigan, ko'pni ko'pga manfaatli qiladigan maqola va reportajlar yaratish kayfiyati xorijlik hamkasblarimizni endi tinch qo'ymasa kerak. Negaki dunyo mediasi O'zbekistonni qayta kashf etib ketishdi. Endi taassurotlarni hazm qilib olishsa bas.